O'zingizni tor his qilyapsizmi? Yuragingiz siqilyaptimi? Kengligi yo'qmi? Demak, bu yerda bir xato ish qilgansiz, nuqsonli ish yoki gunoh qilgansiz. Yoki kimdir haqqini bermagan bo'lasiz. Bu sabab tavba va xatoni to'g'rilashni taqozo qiladi. Yoki murid bu torlikning sababini bilmasligi mumkin. Falonchani haqqini yeb qo'yib, yuragi siqilib qoldi. Mana shu torligining sababini bildi. Endi uni tuzatish kerak. Endi yuragida, qalbida torlikni his qilyapti, sababini bilmayapti. Unda nima qilish kerak? Unda sabr qilish kerak. Ehtimol bu hikmati bordir. Vaqt o'tish bilan mana shu hikmat ayon bo'ladi, bilinadi. Assalomu alaykum kanalimiz aziz kuzatuvchilari. Manfaatli videolarimizni kengroq tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shib, agar malol kelmasa, bir dona laykingizni unutmang. Umid qilamanki, ma'ruza ham 1 million layk yig'adi. Qayerdagi yarim yalang'och videolar million layk yiqqanda, nega foydali ma'ruzamiz 1 million layk yig'masin? Alloh tushunganlardan rozi bo'lsin. Birodar, Alloh azza va jalla agar sendan biror narsani olib qo'ysa, bilginki, uni o'rniga undan yaxshiroq narsani beradi. Aniq ishongin. Sendan bir narsani olib qo'ydi, demak Alloh senga bundan yaxshiroq narsani beradi. Alloh hech qachon qarzdor bo'lib qolmaydi. O'zi sendan olib qo'yilgan shu narsani kim beradi senga o'zi? Alloh beradimi? Ha? Xotirjam bo'l. Olib qo'ydimi? Demak o'rniga bir narsa beradi. Bu bilan seni sinamoqchi Alloh. Faqat sen mana shu boshingga kelgan makruh ishga rozi bo'l, shukr keltir va savob umid qil. Shunda undan yaxshisini olasan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hadis qudusiyda Robbisidan rivoyat qilib aytadi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Man akhadtu habibatayhi fa sabara awwadtuhu minhumal jannah." Qaysi bir bandadan ikki habibasini olib qo'ysam, ikkita ko'zini olib qo'ysam, ya'ni ko'r qilib qo'ysam, bas sabr qilsa, u ikkisining o'rniga jannatni evaz qilib beraman. Ya Alloh, bu ko'zni o'zi beruvdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, duo qiling, ikkala ko'zim ochilsin." Ko'r odam edi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Xohlasang duo qilaman, ochiladi. Xohlasang sabr qilasan, jannat seniki bo'ladi" dedi. Haligi odam ikkinchisini tanladi. Faraz qiling, agar ko'zim ochilsin deb duo qilganda nima bo'lardi? 60 yil yashardi, 70 yil yashardi, o'lar edi. Lekin jannatni kafolati bo'larmidi? Demak, Alloh taolo siz bilan bizga yoqqan bir narsani olib qo'ysa, bizga yoqmaydigan bir narsani berib qo'ysa, bilingki, bu siz bilan biz uchun Alloh taoloning in'omi. Agar rozi bo'lsak, shukr keltirsak, savob umid qilsak. Yana Alloh azza va jalla aytadi hadis qudusiyda: "Man salabtu safiyahu min ahli dunya." Qaysi bir bandadan uning shu dunyodagi do'stini olib qo'ysam, yaqin do'sti vafot etdi. Alloh olib qo'ydi. Thumma ihtasaba awwadtuhu minal jannah. Mana shu yaqin do'stidan ajraganligi uchun Allohdan savob umid qiladigan bo'lsa, Alloh unga mana shu do'stining evaziga jannatni beradi. Robbimizning mehribonligini ko'ryapsizlarmi? Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Ey Xudo, qaysi kun qilgan gunohim uchun? Akalar, bu kufrona so'zlar. Bu kufrga olib borib qo'yadigan so'zlar, ehtiyot bo'lishlik kerak. Gohida Alloh bir bandani ana shu ko'zini, qalbini quvonchi bo'lgan farzandini olib qo'yadi. Musibatmi? Musibat. Shunda Alloh taolo farishtalarga aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va idza mata waladul abdi." Agar bir bandaning farzandi vafot etsa, qolallohu azza va jalla lil malaikati. Alloh azza va jalla malaikalarga aytadi: "Qabatum walada abdi." Malaikalarga, "Meni bandamni bolasini qabz qildinglarmi?" Fayaquluna na'am, ular ha deyishadi. Fayaqulu qabattum samarata fuadihi. Uni dilini, mevasini qabz qildinglarmi? Ular ha deydi. Fayaqulu maza qala abdi. Bandam nima dedi? Farishtalar aytadi: "Hamidaka wastarja'a." Senga hamd aytdi va istirjo qildi.
inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi. Fayaqulullohu azza va jalla ubnu li abdi baytan fil janna va sammuhu baytal hamd. Bandamga jannatda bir uy bino qilinglar va uni hamd uyi deb nomlanglar dedi. Termiziy rivoyat. Ko'zini olib qo'ysa, Alloh jannatni beryapti. Dunyodagi yaqin do'stini olib qo'ysa, Alloh o'rniga evaz qilib jannatni beryapti va ko'zini quvonchi, qalbini chechagi bo'lgan farzandini Alloh jonini olib qo'yganda, banda alhamdulillah, Allohning qazosi, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb rozi bo'lsa, sabr qilsa, savob umid qilsa, jannat evaz qilib berilyapti, birodarlar. Xo'p, bu yerda ko'zi yo'qoldi bittasini. Bittasini yaqin do'sti yo'qoldi, bittasini farzandi yo'qoldi. Endi undan yangiroq musibatlar bor. Innalloha azza va jalla yaqul: "Idza batalaytu 'abda min 'ibadi mu'minan fahamidani 'ala ma batalaytuhu fa innahu min marja'ihi ka yawmi waladatu ummuhu min al-khotaya." Alloh azza va jalla aytadi, agar mo'min holdagi bandalarimdan birini kasallikka mubtalo qilsam, musulmon bandamni kasallikka mubtalo qilsam, u men bergan mana shu kasalga shukr qilsa, dardga, modomiki to'shagida bo'lar ekan, xatoliklaridan onasi tuqqan kunidagidek bo'lib turadi, deyapti. Tushunyapsizmi? Sizga yetgan kasal, siz agar bunga, bu musibat sizga dard berdi, sog'ligingizni olib qo'ydi, uni evaziga nima deyapti? Gunohlaringni kafforat qilaman, deyapti. Bir narsangizni olsanglar, Alloh uniga bir narsa beradi. Iymoningiz komil bo'lsin, birodar. Yana davom etadi Alloh taolo. Ana qayyatu abdi hada. Men bandamni bunga bog'lab qo'ydim, ya'ni to'shakka bog'lab qo'ydi. O'rnidan tura olmaydigan dard berib qo'ydi. Bir odam Alloh taolo dard berdi-da, yotib qoldi. O'rnidan tura olmaydi, qimilla olmaydi, to'shagi mixlanib qoldi. Mubtalo bo'ldi. Endi Alloh taolo aytayapti farishtalarga, mana shu bandam sog'lom bo'lgan paytda unga qanaqa ajr savoblar yozib qo'ygan edim, hammasini beringlar deydi. Gunoh qilmaydi, yotibdi, savob qila olmaydi ham yotibdi. Lekin mana shu kuniga rozi bo'lganligi uchun, Alloh uni sog'ligini olib qo'yganligi uchun evaz qilib, sog' bo'lib yurganda qanaqa savob qilishi mumkin edi? Shularni hammasini berib qo'ying, deyapti. Birodar, xotirjam bo'l. Robbing sendan bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, uni o'rniga undan yaxshiroq narsani beradi. Bu bizning e'tiqodimiz. Shuning uchun ustingga kelgan musibatga afsus chekma. Mana shu musibatni taqdir qilgan zot Alloh azza va jallaning huzurida, birodar, ajr bor, jannat bor. Endi mana shu ustingga kelgan musibat, seni qo'lingdan bir yaxshilikni ketishligi, shu musibat seni Alloh deyishga undadimi? Robbim deyishga chaqirdimi? Demak, bu seni foydangga bo'ldi. Chunki birodarlar, ayrim odamlar ustiga musibat kelsa yoki bir yaxshiligidan ajrab qolsa, pulidan ajrasa, bolasidan ajrasa, sog'ligidan ajrasa, bu musibat uni Allohga yaqin qilmasdan uzoq qilib yuborishi ham mumkin-da. To'g'rimi? O'shuning uchun kasal ko'rgani borgan paytda bir odam Alloh sabr bersin, inshaalloh gunohlarga kafforat, Alloh taolo bundan kattaroq xayriyatlarni beradi, deyish kerak, ko'nglini ko'tarib ketish kerak. Imom Tabaroniy rahimahulloh Mo'jam-us Sag'irda 3 kun kasal bo'lib yotishlik, gunohlardan tozalanishlik, onadan yangi tug'ilgandek bo'lib oyoqqa turishlikka sabab bo'ladi ma'nosida quyidagi hadisni keltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza marizal abdu thalathata ayyam." Agar bir banda 3 kun bemor bo'lsa, kasal bo'lsa, kharaja min zunubihi ka yawmi waladathu ummuhu. 3 kun kasal bo'lib yotsa, xuddi gunohlaridan onasidan tug'ilgan kundek pok bo'lib chiqadi. Gunohlaridan onasidan tug'ilgan kundagidek pok bo'lib chiqadi. 3 kun oromingizni olib qo'ydi-da Alloh taolo. 3 kun tinchligingizni, 3 kun sog'ligingizni olib qo'ydi-da. Uxlab olmadingiz, qiylandingiz, bezovta oldingizmi? O'rniga Alloh taolo nima beryapti? Kafforatni beryapti gunohlaringizga. Shuning uchun musibatlarga yo'liqqan, balo ofatlarga uchragan o'zining avliyolarini Alloh subhanahu va taolo Firdavs jannatida ikrom qiladi. Astagfirullah. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatga kirganlarida ularga aytilinadi: sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli endi bu jannatlarda sizlarga tinchlik, osoyishtalik bo'lgan. Sabr qilganinglar uchun.
Shu'abul iymondan keltiriladi. Man marida laylatan, kim bir kecha bemor bo'lsa, fasobara va radiya biha anillah, bir kecha kasal bo'ldi, sabr qildi va rozi bo'lsa Alloh taolodan, xaraja min zunubihi kayawmi waladathu ummuhu, gunohlaridan xuddi onasi tuqqan kunidek pok bo'lib chiqadi. Ikkala ko'zini olib qo'ysa, rozi bo'lsa, shukr keltirsa, savob umid qilsa, jannat bor. Yaqin do'stini olib qo'ysa, sabr qilsa, rozi bo'lsa, shukr keltirsa, jannat bor. Bolasini olib qo'ysa, sabr qilsa, shukr keltirsa, rozi bo'lsa, jannat bor. Hatto sog'ligini olib qo'ysa, enasidan tug'ilgandek pokiza bo'lib chiqadi, deyapti. Demak, Alloh taolo bir dard berganda mo'min bandasiga unga yaxshilikni beribdi-da. Biz ustimizga kelayotgan makruh narsalar, mana shu musibatlarning evaziga ustimizga keladigan boshqa bir yaxshiliklarga qarashimiz kerak. Astagfirullah. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U shunday bir Allohning solih bandalariki, ularning ustilariga musibat kelganida nima deyshadi? Inna lillah. Albatta biz Allohning mulkimiz va inna ilayhi rojiun. Va albatta Allohning huzuriga qaytib boramiz deydi. Endi Alloh aytayapti ular haqida. Ulayka alayhim salavatun min robbihim va rahma. Ana o'shalarga Parvardigori tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bor. Va ulayka humul muhtadun. Va ana o'shalar to'g'ri yo'lni topgan kishilar. Ma'qulmi? Alloh sendan bir narsani olib qo'ydimi? Rozi bo'l. Shukr keltir. Savob umid qil, Alloh undan yaxshiroq narsani beradi. Shuning uchun musibatga uchraganlarga tabriklar bo'lsin. Agar iymonida sabr, rozi, shokir holda tursa, balo ofatlarga duch kelganlarga bu bashorat muborak bo'lsin. Agar rozi bo'lsa, shukr keltirsa, savob umid qilsa. Chunki bu dunyo umri qisqa, birodarlar. Uni xazinasi ham, huzur halovati ham past. Oxirat ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Kim bu dunyoda bir musibatga uchrasa, agar biz aytgandek rozi bo'lsa, shukr keltirsa, sabr bo'lsa, albatta mukofotini oladi. Kim bu dunyoda mashaqqat cheksa, u dunyoda albatta rohatni topadi. Ammo mana shu haqiqatdan uzoq bo'lgan, faqatgina dunyodagi hayotni o'ylagan, oxiratda esdan chiqargan, dunyoga oshiq bo'lganlar, dunyoga suyanganlar, bular dunyodan nasibasi tugab, undan rohatlari uzilib to'xtab qolishi ularga og'ir bo'ladi. Ularning qalbiga qattiq botadi. Nima uchun? Chunki oxiratdan umidi yo'q bularning. Oxiratdan umidi yo'q. Shuning uchun musibati katta bo'ladi, qiyinchiligi ulkan bo'ladi. Nima uchun? Ular rozi bo'lmadi, shukr keltirmadi, savob umid qilmadi. Ey Xudo, qasd qilgan gunohim uchun dedi bular. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim deydi. Chunki bunaqa odamlar faqat oyog'ini tayini o'ylaydi. Faqatgina o'tkinchi, arzon, past bo'lgan shu dunyodan boshqa narsani ko'rishmaydi. Shuning uchun boshiga musibat kelgan, biror narsasini yo'qotgan inson aniq bilsin. Evaz Allohdan. Evaz Allohdan. Alloh bir narsani oldimi, undan ko'ra yaxshiroq narsani senga beradi. Musibatga uchragan birodarim, qaraganda natija qanday bo'ldi. Faduriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qibalihi al'azab. So'ng ular bilan mo'minlarning o'rtasiga darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat, jannat, tashqarisida, oldida esa azob, do'zax bo'lur. Allohning huzuridagi narsa ham yaxshiroq, ham boqiyroq, ham buyuk, ham oliyroq. Birodar, Robbing senga yoqadigan biror narsani olib qo'ysa, aniq ishonginki, o'rniga Alloh undan ko'ra yaxshiroq narsani beradi. Agar rozi bo'lsang, shukr keltirsang, savob umid qilsang. Iymon, birodarlar, bu baxt degani. Haqiqiy baxtsiz insonlar kimlar? Haqiqiy baxtsiz insonlar iymon xazinalaridan, ishonch zahiralaridan mahrum bo'lgan muflislar. Muflis degani nima degani edi? Muflis degani bankrot degani, hech narsasi yo'q odam degani. Bundaylar dunyoda yasharkan doimiy suratda hayotdan norozi bo'ladi. Doim g'azablangan bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, doim xorlikda bo'ladi. Hayotidan doim shikoyat qiladi. Chunki ular iymondan yuz o'girishgan. Iymoni bor odam hayotidan shikoyat qilmaydi.
Chunki unga shu kunni bergan Alloh subhanahu va taolo taqdirga yozgan ish bo'lyapti. Mo'min odam qazoy qadarga rozi bo'ladi. Alloh berdimi shu kunni, alhamdulillah deydi. Mana shu iymoni kuniga rozi bo'lishlikka sabab bo'ladi, roziligi esa uni baxtli bo'lishiga sabab bo'ladi. Birodarlar, baxt bu insonning o'zini hayotidan roziligi. Baxt kuningizdan rozi bo'lishligingiz. Alloh azza va jalla mana shu iymondan yuz o'girganlar haqida nima deydi? Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Mana shu qonun hayotda ishlaydigan. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta u uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur. Bu qonun. Eslatmamdan yuz o'girsa, donka degani torlik degani, tanglik degani. Juda ham bir qattiqlik, qiyinchilik degani. Iymondan yuz o'girgan insonning hayoti shunaqa bo'ladi, garchi dunyosi juda ham katta bo'lsa ham. Garchi qo'lida shuncha katta bir mol davlat bo'lsa ham, iymon bo'lmaydigan bo'lsa, bu insonning hayoti tang bo'lishigini Alloh taolo aytayapti. Birodarlar, eslatmadan yuz o'girgan odam albatta tang hayot bilan kun kechiradi, baxtsiz bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taoloning o'zi aytayapti. Eslatma bu din, eslatma bu iymon, eslatma bu hidoyat. Bu qonun. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tang hayot bo'lur. Ko'p qaytaramiz bu oyatda. Yodlab olinglar. Odam alayhissalom jannatdan yerga tushdi, qilgan xatosi tufayli. So'ngra Alloh taolo nima dedi? Faman tabi'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Yerga tushdi odam alayhissalom o'zining ayoli Havvona bilan, iblis ham tushdi. Mana bir-biriga dushman bo'lib tushdi. Endi Alloh hukmini aytdi. Bas mening hidoyatimga kim ergashsa, mana shu odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Qaranglarda, kimning baxtli bo'lishligi odam alayhissalom yerga tushgan paytda aytib qo'yilgan formulasi. Kim meni hidoyatimga ergashsa, adashmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Baxt bu hidoyat. Haqiqiy hayot bu iymon, birodarlar. Kishi mana shu Alloh taoloning dinidan, hidoyatidan qanchalar uzoqlashsa, qancha uzoq bo'lib ketsa, uni baxtsizligi ham shuncha kuchayib boraveradi. Xuddi yonib turgan bir o'tni oldiga kelgan sari issig'i tegadi, uzoqlashganingiz sari u issiq, yorug' sizdan uzoq bo'lib, qorong'ida, sovuqda qolib ketganingizdek, hidoyatdan qancha uzoq bo'lsangiz, baxtsizligingiz shuncha kattayib boradi. Endi umuman Allohni tan olmaydiganlarning ahvolini tasavvur qilib ko'ringlar. Allohning zikridan yuz o'girish, Allohning eslatmasidan, dinidan yuz o'girishlik. Birodarlar, buni ham bir ko'rinishlari bo'ladi. Kimdir umuman dinni esdan chiqargan bo'ladi. Umuman hidoyat bilan ishi kori yo'q, mutlaq unutgan. Endi buning baxtsizligi, shaqovati shunga yarasha bo'ladi. Yana kimdir dindan unchalik uzoqlashmagan. Aqidasini biladi, Allohning yakkaligini biladi. Qiyomatda hisob kitob borligini biladi, ammo shariatning hukmlariga beparvo. Namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, yolg'onni ko'p gapiradi. Endi buning shaqovati shunga yarasha. Qonun. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta u uchun tang baxtsiz hayot bo'lur. Atrofimizdagi odamlarga bir qaraylik-da, o'zini musulmonman deyotgan, kalimaga o'yman deyotgan, ahli qiblaman deyotgan odamlar. Ularni kuzatsak nimaga guvoh bo'lamiz? Ana shu birodarlarimiz ham baxtli bo'laman deb yurishibdi, nimalardir qilyapti. To'g'rimi? Dunyo matosi ko'p bo'lsa, pulim ko'p bo'lsa, baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Aksar odamlarning kallasidagi tushuncha shunaqa. Uni baxtli bo'lishligi nimaga bog'liq? Faqat pulga bog'liq. Shu tasavvur to'g'rimi? Shu tushuncha qayerdan kelib qoldi bizga? Robbimiz Alloh azza va jalla Odam alayhisalom yerga tushirib, meni hidoyatim keladi, kim ushasa adashmaydi, baxtli bo'ladi, baxtsiz bo'lmaydi deb turgan bo'lsa. Qarangda, Alloh taolo meni eslatmamdan yuz o'girganni hayoti tang bo'ladi deyapti. Bu deganichi albatta kasal bo'ladi, albatta kambag'al bo'ladi, dunyosi qo'lida bo'lmaydi degani emas.
Inson sog' bo'lib turib, qo'lida millionlari bo'lib turib ham tang hayot kechirishi mumkin. Ma'qulmi? Ha, buni muqobilida ikkinchi oyat bor. Man amila solihan min zakarin aw unsa. Erkakmi, ayolmi, mo'min bo'lgan holida solih amal qilsa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba deydi Alloh. Biz unga pokiza hayotni beramiz deydi. Endi pokiza hayot degani albatta boy bo'ladi, sog'lom bo'ladi, sefarzand bo'ladi emas. Kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin inson. Farzandi yo'q bo'lib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Mana shu dunyo matohi qo'lida bo'lmay turib ham inson saodatli yashashi mumkin. Qachon? Allohni eslatmasdan yuz o'girmagan bo'lsa. Shuning uchun bugungi darsimizning mavzusi hayot nima ekan? Iymon ekan. Iymon bu hayot degani. Mo'min kishi bunaqa torlikda yashamaydi. Chunki Robbisiga iymon keltirgan bo'ladi, qalbi doim keng bo'ladi. Mana Banu Isroil payg'ambarlar tarixiga murojaat qilamiz. Ana shu 600 ming yoki undan ko'proq bo'lgan yahudiylarni bir necha asrlik qullikdan Musa alayhisalom yetalab olib chiqib ketdi. Dengizning oldiga borishganida orqa tomondan Fir'avnning qo'shini keldi. Shunda qalbi Allohdan uzoq bo'lgan, iymoni zaif kishilar nima deyishdi? Inna la mudrakun, bo'ldi, yetib kelishdi. Tamom bo'ldik, tugadik deyishdi. Lekin Musa alayhisalom nima dedi? Kalla inna ma'i robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi. Mana shunday tang nochor holatda ham qalbi Allohga suyangan, iymoni komil bo'lgan odam nima deyapti? Robbim men bilan yo'l ko'rsatadi. Shu yerda siqilib saxir bo'lib qolishi mumkin inson. Lekin mo'min nima deydi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Mashhur psixolog olimlardan hisoblangan zamonamizdagi doktor Karl o'zini ruh borasida izlanishdagi zamonaviy inson kitobida shunday deydi. Diqqat qilinglar-da, hozir men faqatgina oyatdan yoki shar'iy ma'nolarda aytgan bo'lsam, mana dunyo odamlari, ana shu musulmon bo'lmagan psixologlarda gapirgan gapini mana o'qib beraman, eshitinglar. Mavzuimiz nima edi bugungi? Iymon hayot demakdir. Hayot bu iymon. Iymoni bor odamma hayot. Iymoni yo'qda hayot emas. Vallazina kafaru yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan-naru mathwan lahum. Alloh taolo hayot demayapti ularning hayotini. Vallazina kafaru, kofir bo'lgan insonlar yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Xuddi chorva hayvonlari singari yeydi, chorva hayvonlari singari ne'matlanadi, boradigan joy jahannam deyapti. Birodarlar, ularning mashinalarini, dunyoviy maishati, hayotini zo'rligini ko'rib turib, mashinalarda hayoti zo'rda, qara, qara, bitta mashinasi chizilib qolsa sirasi yangi olar ekan. 30 ming yurgan mashinani eski der ekan. Mana hayot deyotganlar iymoniy hayot nima ekanligini bilmaydi-da. Ana shu psixolog aytadi. 30 yil davomida qabulimga dunyoni turli taraflaridan odamlar kelishdi. Kuchli psixolog. Yuzlagan bemorlarni davoladim. Ularning ko'pchiligi o'rta yosh, ya'ni 35 dan yuqori edi. Ularning orasida o'z muammosini diniy asosda hal qiladigan bironta ham odam yo'q edi. Hayotida bo'layotgan muammolarni din bilan, iymon bilan hal qiladigan bittasi ham yo'q. Nimaga muammoga keldi bular? Nimaga psixologga kelyapti? Chunki iymoni bo'lganida psixologga bormas edi. Nimaga psixologga borasan, aytchi? Domlaga aka, domla manaqa problem bo'lyapti. Nima tavsiya qiladi shariatimiz? Shariatda minda deyilgan. Alloh taolaning taqdiri, rozi bo'lishing kerak. Shukr keltir. Alloh taolo senga musibatni bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, Alloh undan kattani kechagi evaz Allohdan ana psixologni. Mana endi dunyoda ko'zga ko'ringan psixolog aytayaptiki, ana shu yuzlagan odamlarning aksariyat 35 dan tevada, o'rta yoshdagi, rosa kuch-quvvatga to'lgan payti, ularning ichida birontasi ham yo'q iymon bilan muammosini hal qiladigan. Yana bu psixolog aytadi. Shuni aytish mumkinki, bularning barchasi kasal. Chunki ular din, iymonli insonlarga ato qilgan narsani yo'qotishgan. Haqiqiy iymonni tiklab olmagan kishi aslo shifo topa olmaydi. Haqiqiy iymonni topmagan, tiklamagan odam shifo topa olmaydi deyapti.
Bizda bormi haqiqiy iymon? Bizda susayib turadi. Domlalar gapirganda zo'r bo'lib qolamiz. 3-4 kun o'tgandan keyin susayib ketadi. Va bu normalniy odamlar shunaqa bo'ladi o'zi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga Hanzala roziyallohu anhu bilan Abu Bakr Siddiq kelishgan. Sizni oldingizda boshqacha olamiz, uyimizga borganda boshqacha bo'lib qolamiz deganda payg'ambarimiz aytganlar, "Valakin sa'atan fa sa'atan." Agar meni oldimdagi holat bilan ko'chada yura olganinglarda, iymoni shunday bir cho'qqisiga chiqqan holatda, farishtalar ko'zingizlarga ko'rinar edi va qo'lingizlarga qo'llarni berib ko'rishar edi. Lekin gohida unday, gohida bunday bo'ladi dedi. Demak, psixologini gapini qarang. Inson haqiqiy iymon degan narsaga ega bo'lmasdan turib, shifo topa olmaydi deydi. Oyatni qaytaramiz. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur dunyoda. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Oxiratda uni ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz deydi. Oyatni o'qiymiz. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah. Allohga sherik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Qarang, Allohga shirk keltirgan, Allohga iymon keltirmagan kofirlarning qalbiga Alloh qo'rquv solib qo'yadi. Doim qo'rquvda. Globalniy потепление qo'rquv. 12 qo'rquv. Yana nima qo'rquvlar bor? Dollarning kursi, koronavirus, yana nimalar bor? Bular doim qo'rqib yashaydi. Mo'min nima deydi? Hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Peshanamizga yozganidan oshchasi bo'lmaydi deydi. Ishonib aytyapsanmi faqat shu narsani? Yuragingni tag-tagidan aytyapsanmi shu narsani? Yozilgan bo'lsa, qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa, nimadan qo'rqay? Agar mana shu iymon sizning qalbingizda bo'lsa, siz baxtli insonsiz. Pulingizni qanchaligi muhim emas bu yerda. Oyatni o'qiymiz. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tanglik hayoti bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirurmiz. Mana endi dunyoda tang hayot kechirib, ezilib, bo'g'ilib, pachag'i chiqib yashagan odam qiyomat kunida ko'r bo'lib tirilib turib aytadiki, "Qala robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira." Parvardigor, nimaga meni ko'r qilib tiriltirding? Men ko'rardim-ku dunyoda. Alloh javob beradi. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha va kadhalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi. Shunday. Biz senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilursan. Allohni unutuvdi, Alloh ham qiyomatni unutib qo'ydi. Alloh aytibdi davomida, haddan oshgan va Parvardigorining oyatlariga iymon keltirmagan kimsalarni mana shunday jazolaymiz. Dunyoda tang hayotni beramiz. Oxirat azobi esa shak shubhasiz qattiqroq va uzunroqdir. Xulosalaylik. Demak, iymon bu hayot. Iymon bu hayot. Hayot bu iymon. Iymoni yo'q odamning hayoti hayot emas. Iymonsiz odamlarning hayotini Alloh taolo hayvonlarning hayotiga o'xshatyapti. Kim Allohning eslatmasidan, dinidan, shariatdan yuz o'girsa, uni bu dunyodagi hayoti tang bo'ladi. Muhim emas puli qanchaligi. Qalbdagi g'amni, qayg'uni, iztirobni, xavotirni faqat va faqat iymon ketkiza oladi. Birodarlar, nafsni faqat iymon poklaydi. Iymon xursand qiladi. Iymonsiz hayotda ta'mi yo'q. Faqat inson hayotda iymoni bilan saodat topadi. Xulosa, haqiqiy saodatni topish uchun insonga iymon kerak. Agar inson Allohni tanimasa, iymon keltirmasa, Robb deb bilmasa, dunyoni mashaqqatlari, kishanlari, zulmat, falokatlardan qutulishni yagona yo'li birodarlar, o'zini qatl qilish deb tushunadi. Shayton keladida, qarz bo'lib qoldi, o'zingni o'ldirsang qutulasan deydi. Bir tuhmatga qoldi, bo'xtonga qoldi, musibatga qoldi. Xullas, boshiga bir sinov kelganda, shat o'ldirib olsang qutulasan deydi. Inson Robbisini tanimasa, iymon keltirmagan bo'lsa, uni hayotida ustiga kelayotgan mashaqqatlar, zulmatlar, falokatlardan qutulishni bitta yo'li bor, o'zini qatl qilish deb biladi. Shuning uchun qaranglarda, mana shu suitsid deyiladi, inson o'zini o'zi qatl qilishi. Mana shu statistikani qaraydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinlarda ana shu g'arb mamlakatlari turadi.
musulmon mamlakatlarda qarasangiz oxirida turadi. Endi ana shu birinchi o'rinda turgan g'arb mamlakatlarining ichida ham Skandinaviya o'lkalari turadi. Yevropaning turmush tarzi balandmi? Ana shu Yevropaning o'zini hisob-kitobi bo'yicha ham, o'lchovi bo'yicha ham o'sha Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiyalar eng boy mamlakat hisoblanadi. Bekarchilari 700 ming dollardan pasobiya oladi. Zo'r ekan-a? O'sha borgan ukalarimiz aytib bergan, magazinga kirib shokolad ochib yesangiz, qonnom ochib desangiz, pul olmas ekan. Zo'r ekanmi? Yeb yesiz indamas ekan. Shu darajada zo'r. Endi mana shunaqa turmush tarzi baland bo'lgan shu yurtlarda o'zini o'zi o'ldirganlarning soni boshqa mamlakatlardan ancha baland. Demak, birodarlar, saodat bu magazinda to'ldirligi-yu, oylikning kattaligi emas. Iymon ekan. Iymon ekan. Iymon hayotdir. Hayot iymondir. Iymonsiz hayot baxtsizlikni naq o'zi. Allohning manhajidan chiqib ketgan dinsizlar doim mehnat, mashaqqat ostida bo'ladi. Qo'rquv, vahima soyasida bo'ladi. Tushkunlik va umidsizlik soyasida umr kechiradi. Ular hammani shunaqa deb o'ylashadi hayotini. Hayotni shundan iborat deb bilishadi. Alloh taolo aytadi ular haqida. Astagfirullah. Va nuqallibu afidatahum va absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra va nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Xuddi avval boshda iymon keltirmaganlari kabi dil va ko'zlarini aylantirib qo'yurmiz va o'z tug'yonlarida adashib, uloqib yurgan hollarida tark qilurmiz. Shuning uchun birodarlar, bu olam uchun Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligi iymon keltirish vaqti keldi. Asrlar davomida orttirilgan mashaqqatli va uzoq tajribalardan keyin aql sanamlarning xurofot ekanini, ateizmni yolg'on ekanini tan olish vaqti keldi. Anbiyolar to'g'ri so'z, Alloh taoloning haq ekanini tan olish vaqti keldi. Mulk va saltanat faqatgina Allohning ekanini tan olish vaqti keldi. Alloh har narsaga qodir ekanligini tan olish vaqti keldi. Bu olam, bu insoniyat Allohga suyanishligi kerak. Qoida. Seni saodating, xotirjamliging va rohating iymoningni quvvati yoki zaifligiga qarab bo'ladi. Iymoning qancha quvvatli bo'lsa, saodating, xotirjamlik, rohating ham shunchalik quvvatli bo'ladi. Agar zaif bo'lsa, zaif bo'ladi. Mana endi bu oyatning muqobilidagi ikkinchi oyat. Kim meni eslatamdan yuz o'girsa, unga tang hayot bo'ladi. Endi buni muqobilida. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Demak, saodat topishlikning eng asosiy sharti Allohga bo'lgan iymon. Bu isbot talab qilmaydigan haqiqat. Ammo Allohga iymon keltirmagan, Allohga ishonmaydigan odamlarga, bunaqa xazinaga ega bo'lmagan odamlarga saodatga olib boradigan har qancha sabablar o'rgatsang ham, har qancha ma'lumotlarni bersang ham, har qancha maslahatni ko'rsatsang ham, ularga buni foydasi bo'lmaydi. Undaylar bu maslahatlardan foyda olib baxtli bo'laman demasin. Chunki yana qaytarib aytamiz, saodatning asosiy sababi Allohga bo'lgan iymon. Saodatning sabablarida dars o'tyapmiz mana. Shu sabablarga biz amal qilamiz, biz saodat topamiz. Inshaalloh, chunki iymonimiz bor. Endi xuddi shu sabablarni iymoni yo'q odam qilsin, unga asqatmaydi. Chunki bu sabablar iymoni bor odamlar uchungina ishlaydi. Demak, saodatning sharti Allohni Robb deb tan olish, Muhammad alayhisolamni payg'ambarim deb tan olish, islomni dinim deb tan olishlik. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayotni ato etamiz. Demak, inson Alloh va'da qilgan mukofotga erishishlik uchun ikkita narsa kerak bo'lyapti. Birinchisi iymon, ikkinchisi solih amal. Innal ladina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
Albatta iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotlar uchun Rahmon do'stlikni barqaror qilur. Iymon bo'lsin, amal bo'lsin. Lahumul bushro fil hayati dunya va fil axira. Ular uchun dunyo hayotida ham, oxiratda ham xushxabar bordir. Hayot bu iymon degani. Iymon degani bu hayot degani. Pokiza hayot kimda bo'ladi? Iymonli odamlarda. Allohni yakkaligiga iymon keltirgan, Robbisining va'dasiga aniq ishongan, qalblari Parvardigorga muhabbatli bo'lgan, adashish va aynishdan pok bo'lgan insonlarda bo'ladi. Mana shu sifatlarga ega odamlar falokat vaqtida xotirjam bo'ladi, qazo oldida qalblari sokin bo'ladi, qadarga, taqdirga rozi bo'lishadi. Binobarin saodatli bo'lishadi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishadi. Shuning uchun ular yuqoridagi oyatda aytilgan pokiza hayotga erishishadi. Chunki ular Allohni Rob deb, islomni din deb, Muhammad alayhisalomni o'zining nabiysi va rasuli deb rozi bo'lishdir. 16-sabab hayot iymon. Muloyim bo'l. Yumshoq muomalali bo'l. Qo'pol dag'al bo'lma. Hadisda aytiladi, mo'min kishi pokiza narsani yeb, pokiza narsa qo'yadigan va biron shoxga qo'nsa, uni sindirmaydigan asalariga o'xshaydi deyilgan. Asallarni ko'rgansizlar. Gulga shunday uchib keladida, shu bir nozik xilqatli bo'lgan, baklari napiz bo'lgan gulga qo'nadi, shirasini oladi, uchib ketadi, gulga aziyat bermaydi, ozor bermaydi. Mo'min odamning muomalasi shunaqa bo'ladi. Odamlar bilan muomala qiladi, odamlarga aziyat bermaydi. Qaysi bir ishda muloyimlik bor bo'lsa, shu ish chiroyli bo'ladi. Qaysi ishda muloyimlik yo'q bo'lsa, shu ish xunuk bo'ladi. So'zingiz muloyim, yuzingizda doim tabassum, chehrangiz ochiq. Bu baxtli insonlar kiyadigan libos. Muloyimlik, birodarlar, mo'minning sifati. Mo'min asal ariga o'xshaydi. Gulga qo'nadi, ichidagi shirasini oladi, ammo gulni sindirib qo'ymaydi. Chunki Alloh taolo qo'pollikka bermagan narsani muloyimlikka beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Alloh muloyim, yumshoq, muloyim zot. Har bitta ishda muloyimligini yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisini mana shunday sifatladi. Urvat ibn Zubayr aytadi: "Rifq muloyimlik hikmatning boshidir." Hamma yaxshiliklar muloyimlikda bo'ladi. Muloyim inson maqsadiga albatta yetadi. Bugunmi, ertagami, muloyimmi, maqsadiga yetadi. Hayotni qaramaysizmi? Qilayotgan hamma ishimiz muloyim bo'lsa baraka topamiz. Muloyimlik bilan yondoshsak ishlarimiz oxiriga yetadi. Bir ko'chatni yerga ko'chiring. Gul bo'lsin, daraxt bo'lsin. Suvni keragicha muloyimlik bilan bo'lib ozgina quying, unib o'sadi, baraka topasiz. Endi quyib tashlang boshdan, paqillab suvni. Nima bo'ladi? O'smaydi yoki qurib qoladi. Kiyimingizni muloyimlik bilan yechsangiz, yirtilmaydi, uzoqqa boradi. Agar qo'pollik bilan charchat yechsangiz nima bo'ladi? Tezda tugaydi. Shuning uchun hayotimizda, birodarlar, har lahzasida muloyimlikka muhtojmiz. Bu darsga nima aloqasi bor demaysizmi? Muloyim inson saodatli bo'ladi. Ana. Muloyim inson baxtli, saodatli bo'ladi. Tabiblar ham muloyimlik bilan yondashish kerak o'zining ishiga. Jarroh. O'zbekchasi qanaqa? Xirurg, xirurg. Agar jarroh qo'pollik qilsa, bemorni biror a'zosiga zarar yetkazib qo'yadi. Bir tomirini kesib qo'yadi, shol bo'lib qoladi. Bitta tomirini kesib qo'yadi, qo'pollik qilib, miyasida bo'ldi, gapirmay qo'yadi. Ayrim shaharlarning gul bog'lariga kirib ketsangiz, yozib qo'yar ekan, sekinroq yur, muloyim bo'l. Chunki potur-putur qilib qo'pollik bilan kirsa, ancha-muncha gulni tepalab pachaqlab qo'yar ekan, o'zi sezmas ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi muloyim zot bo'lganlar. Mana biz kimga taqlid qilishimiz kerak? Mashhur qissa, Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan masjidda o'tirar ekanlar, bir arobiy kirdida masjidning devoriga qarab bavul qilib qoldi.
Sahobalar yoqasidan shu bo'g'ib shu siydigini to'xtatmoqchi bo'lishdi, to'xtadi, payg'ambarimiz tek qo'yinglar, bo'shanib olsin dedi. Sahobalar qo'pollik qilishdi. Rasululloh muloyimlik qildilar. Haligi Arobiy ishini bitirib bo'lganidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir paqirda suv quyib yuboringlar. Shunday qilishdi. Keyin Arobiyni payg'ambarimiz chaqirib turib, "Ey falonchi, bu Allohning uyi, bu masjid, bu yerda bunday ish qilishing mumkin emas" deb tushuntirdilar. Mana shunday bir muloyim muomalani natijasi qanaqa bo'ldi? Ta'siri qanaqa bo'ldi bu Arobiyga? U dedi: "Ey Alloh," dedi, "meni jannatga kirit, Muhammadni jannatga kirit, boshqa hech kimni jannatga kiritma" dedi. Muloyimlik. Birodarlar, muloyim kishini hamma yaxshi ko'radi. Qalblar muloyim insonlarga bog'lanadi. Alloh azza va jalla Rasulullohni maqtab nima dedi? Rasulullohning atrofida sahobalar nima uchun jamlanganligini tushuntirdi bizga. Astagfirullah, fabima rahmatin minallohi lintalahum. Alloh tomonidan bir marhamat sababli o'zingizni sahobalaringizga muloyim bo'ldingiz. Demak, Rasulullohning muloyim bo'lishligi Allohning sahobalarga bergan rahmati edi. Walau kunta faddan ghalidal qalb lam faddu min hawlik. Ey Muhammad alayhisalom, agar siz qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketishgan bo'lar edi. Demak, atrofimizda odamlar jamlanishligini, odamlar bizga ulfat bo'lishini xohlasak, buni siri bitta ekan. Nima ekan? Muloyim bo'lish kerak. Hammanglar ham amakilaringlar, tog'alaringlar bo'lgan ukalar. Qaysi tog'alarni yaxshi ko'rardinglar, qaysi amakilarni yaxshi ko'rardinglar? Savol. Shu ko'chadan siz o'tdingiz, shu loyni tepaladingiz. Endi siz o'zingiz amaki, o'zingiz tog'a bo'ldingiz. O'zingiz qanaqasiz endi? Shunday bir odamlar bor, agar ular bir majlisga kirib kelsa, hamma xursand bo'lib ketadi. Hamma ularga tikiladi. Qalblar ularning kelishi bilan tiriladi, ko'ngillar yoziladi. Chunki bu odamlar o'zlarining so'zida odamlarga mahbub bo'lishgan. Oldi berdi, keldi ketdilarida hammaga manzur yoqimli, chunki ular muloyim insonlar. Birodar, saodat istayapsanmi? Muloyim bo'l. Do'stlarni kasb qilish, qalblarni o'ziga rom qilish, bu bir shunday bir fan, ilmki, bu ilmga ulug', oliyjanob, kamtar insonlargina ega bo'ladilar. Muloyim insonlar ega bo'ladi. Agar bunday odamlar hozir bo'lsa, ularni kelishligi odamlarga xursandchilik. Agar yo'q bo'lsa, ular haqida odamlar so'rab surishtiradi. Falonchi bormi? To'kinchi bormi? Haqqiga duolar qilinadi. Ular mana shunday bir maqom martabaga qanday yetgan, bilasanmi, birodar? Ularni, bu insonlarni, bu baxtli insonlarni, bu muloyim insonlarni axloqiy dasturi bor. Mana shu axloqiy dasturni mahkam tutgan. U qaysi dastur demisizmi? Idfa billati hiya ahsan fa idalladhi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mana shu oyatni o'zlariga nima qilgan? Dastur qilib olishgan ular. Oyatda shunday deyiladi. Siz har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq do'st, sodiq do'st bo'lib qolur. Ya'ni bunday odamlar odamlardan keladigan aziyatlarga muloyimlik bilan javob beradi. Odamlardan kelayotgan noo'rin so'zlar, noo'rin muomalalarni yutadi, o'tkazib yuboradi. Chiroyli muomala qilib qo'yadi, natijada boyaga unga yomonlik qilayotgan, qo'pol gapirayotgan, dushmanlik qilayotganlar ularning do'stiga aylanadi. Yomonliklarni unutishadi, yaxshilikni eslab qolishadi. Ularga nisbatan noo'rin qabih so'zlar aytiladi, ularni yonidan o'tib ketadi, ammo quloqiga kirmaydi. Borsa kelmas tarafga qarab ketaveradi. Mana shu dasturni ushlagan muloyim odamlar doim qalbi rohatda bo'ladi. Odamlar ulardan omonda bo'ladi. Musulmonlar ulardan salomat bo'ladi. Arabiy maqol: "Man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu." Kimning so'zi muloyim bo'lsa, uning muhabbati odamlarga vojib bo'ladi. Bu degani muloyim gapirgan odamni hamma yaxshi ko'radi degani. Siz xoling-xolimay yaxshi ko'rib qolasiz bu odamni, muloyim gapirganligi uchun. Mana sahobalar nima qilishdi, Rasululloh nima qildilar? Kimni yaxshi ko'rib qoldi Arobiy? Abu Hamid G'azzoliy aytadi:
Muloyim so'zlar toshdek qattiq qalblarni yumshatadi. Qo'pol, dag'al so'zlar esa ipakdek muloyim qalblarni qotirib tashlaydi. Ali ibn Abi Talib aytadi, senga qo'pollik qilganga muloyimlik qilgin, shunda u ham senga nisbatan yumshaydi, muloyimlashadi. U ham xo'mrayib turadi, sen ham xo'mrayib turasan. O'sha birinchisi bilasizmi, assalomu alaykum deb qo'lni uzatsa, uyatganingdan ham assalomu alaykum deysan-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Haqiqiy musulmon kim? Musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kishilar. Mashinasidan salomat bo'lgan kishilar biz zamonimizda. Signalidan salomat bo'lgan kishilar, gazni qattiq boshidan salomat kishilar, chi deb tormoz boshidan salomat bo'lgan kishilar. Siz mashina minayotganda ozor bermayapsizmi? Siz haqiqiy musulmonsiz. Endi mashina minayotib turib odamlarga ozor, aziyat beryapsizmi? Demak, siz haqiqiy chinakam komil musulmon emassiz hali. Val mu'minu man amina an-nasu ala dima'ihim va amwalihim. Endi mu'min kim? Haqiqiy mu'min kim? Haqiqiy mu'min odamlarning qonlari va mollari undan omonda bo'lgan kishi. Birovning qoniga ham, moliga ham ko'z olaytirmaydi. U odamlar musulmonmi, musulmon emasmi farqi yo'q. Musulmon odam oldida boshqalar, mu'min odamning oldida boshqalar kim bo'lishidan qat'iy nazar ular xotirjam turadi. Bu musulmon deydi. Hamma ishlar muloyimlik ustiga qurilgan. Hadisda aytildi, qaysi ishda, qaysi narsada muloyimlik bo'lsa, shu ish chiroyli bo'ladi. Qaysi ishda muloyimlik yo'q bo'lsa, shu ish xunuk bo'ladi. Hatto birodar, shariatning hukmlarini bajarishda ham sen o'zing nafsing bilan muloyim bo'lishing kerak. Chunki agar sen nafsingga muloyimlik bilan muomala qilmasdan, qattiq shiddatni o'zingga odat qiladigan bo'lsang, sen shariat amallarini qilishdan to'xtab qolasan. Ibn Hajar rahimahulloh aytadiki, kimda kim diniy amallarni bajarishda g'ulu ketsa, chuqur ketsa, muloyimlikni, rifqni tark qilsa, shubhasiz o'zi ojiz qoladi va amallardan mag'lub bo'lib to'xtab qoladi. Uzoqqa bormaydi. Hamma muloyimni yaxshi ko'radi. Alloh azza va jalla hamma ishda muloyimni yaxshi ko'radi. Kim muloyimlikni yaxshi tark qilgan bo'lsa, hamma yaxshiliklardan mahrum bo'ldi. Muloyim kishi, muloyim insonga do'zax o'ti harom. Birodar, agar sen Alloh tabiatini muloyim qilib qo'ygan bo'lsa, muloyimlik tabiatingga joylangan bo'lsa, sen katta bir xayriyatga ega bo'lsan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abdulloh ibn Mas'uddan, "Innama tahrumun naru ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin." Albatta dedilar Rasululloh, jahannam haromdir. Kim uchun? Jahannam kimga harom? Har bir muloyim, muomalasi yengil va odamlarga yaqin bo'lgan kishiga. Mana shu kishiga jahannam harom. Muloyim, muomalasi yengil, odamlarga yaqin kishi. Prostoy odam deysiz. Falonchi bo'lsa ham muomalasi nima deysiz? Shuncha puli bo'lib turib, shuncha obro'y martabasi bo'lib turib, oddiy muomala qiladi. Deysiz, yaxshi ko'rasizmi? Mana shunday odamga do'zax o'ti harom bo'lyapti. Birodar, muloyimlikni o'zingga libosini kiy, muloyim bo'l, do'zax senga harom bo'lyapti. Undan avval dunyoda o'zida saodat topyapsan. Ayrim salaf solihlar aytishadiki, bir inson uyiga kirishida, chiqishida, kiyimni kiyganda, yechganda, uloviga minayotganda yoki undan tushayotganida mana shu ishlarni ohistalik bilan bajarish kerakligini bilishligi uning faqihligidandir. Mashina minishga ketyapti, sekin o'tiradi, sekin zavat qiladi, sekin yuradi, changitmaydi, changitib qo'yib turib, yana nima qilib qo'yadi, avalikani yoqib qo'yadi o'tib ketib turib. Ishlardagi shoshqaloqlik, qo'pollik foydani yo'qqa chiqaradi. Bunaqa yo'l ko'proq insonga zarar olib keladi. Agar sen nima ish qilishingda muloyim bo'lsang, o'zing ham rohat topasan, atrofingdagi qalblar ham xotirjam bo'ladi. Qoida: muloyimlik qalblarning kalitidir. Har qanday insonning qalbini muloyimlik bilan ochsa bo'ladi. Rasululloh boyaga Arobiyning qalbini ochganlaridek. Muloyimlik uni orqasida katta foydalar bor. Ba'zilarini aytib o'tamiz. Birinchidan, muloyimlik jannatga olib boruvchi amal. Ikkinchidan, kishining iymonini komilligi
islomining go'zalligiga dalil. Uchinchidan, muloyimlik Allohning va bandalarning muhabbatiga erishishga sabab bo'ladi. To'rtinchidan, odamlar orasida mehr muhabbatni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Beshinchidan, bandaning solihligi va axloqining go'zalligini dalilligi bo'ladi. Oltinchidan, gina kudurat va adovatni ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Yettinchidan, bandaning ikki dunyoda baxtli bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikki dunyoda. Sakkizinchidan, go'zal axloqli bo'lishga olib boruvchi sabab muloyimlik. To'qqizinchidan, inson yaxshiliklarga erishishning eng ishonchli yo'li. Ulamolar aytadi, kim Allohning bandalariga yumshoqlik qilsa, Alloh ham bu bandasi yumshoqlik qiladi. Kim Allohning bandalariga rahim qilsa, Alloh ham bu bandaga rahim qiladi. Kim Allohning bandalariga ihson qilsa, Alloh ham bu bandaga ihson qiladi. Kim Allohning bandalariga saxovat ko'rsatsa, Alloh ham unga saxovat ko'rsatadi. Kim Allohning bandalariga foyda keltirsa, Alloh unga ham foyda keltiradi. Kim odamlarning ayblarini satr qilsa, Alloh ham bu bandaning ayblarini bekitadi. Xullas, qoida. Allohning bandalariga qanaqa muomala qilayotgan bo'lsang, birodar, Alloh taolo ham senga dunyoda ham oxiratda ham xuddi shunaqa muomala qiladi. Dunyo oxiratda Alloh senga muloyim muomala qilishini xohlaysanmi? Birodar, muloyim bo'l. Banda odamlarga qanday muomala qilsa, Allohdan ham xuddi shu muomala keladi ikki dunyoda. Muloyim tabiatli, yumshoq so'zli insonlarga shu dunyoni o'zidayoq ato qilinadigan xotirjamlik, sakinat va osudalik bashorati bor. Oxiratda esa Robbilari huzuridagi ulkan ajr bashorati bor. Innal muttaqina fi jannatin va nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Albatta taqvodor zotlar jannatlarda va daryolar ustida qodir podshoh huzuridagi rozi bo'lingan o'rinda maqomda bo'lur. Qoidalarimiz: muloyimlik qalblarning kaliti. Muloyimlik Alloh va bandalarning muhabbatiga sabab. Muloyimlik siz bilan bizni maqsadimizga olib boruvchi eng ulug' sifatlardan. Bu dunyo qanaqa joy? Bu hayotda dunyo nima? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunya sijnul mu'min va jannatul kafir." Bu dunyo mo'min uchun qamoqxona kabi, kofir uchun esa jannat kabi. Chunki bu dunyoda inson har qancha zo'r yashamasin, oxiratdagi jannatda beriladigan ne'matlarda oldida bu dunyo qamoqxonaga o'xshab qoladi, taqqoslasangiz. Endi kofir bu dunyoda har qancha qiylanib yashasin, mashaqqatda yashasin, u uchun bu dunyo jannat. Nima uchun? Oxiratda unga beriladigan azoblarning oldida dunyoning mashaqqati u uchun jannat bo'lib qoladi. Rasululloh aytibdilar, dunyo mo'min uchun qamoqxona, kofir uchun esa jannat. Bu dunyo qanaqa hayot? Bu dunyo nima? Astagfirullah, allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. U zot Alloh azza va jalla siz bilan bizni qaysinimiz chiroyliroq amal qilishimizni sinashlik uchun o'lim bilan hayotni yaratgan. Bu dunyo sinov uchun keldik uni ichiga biz. Bu dunyoda 100% huzur halovat, doimiy bir komfort, doimiy bir huzur halovat bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo aytadi: "Va mal hayatud dunya illa mataul g'urur." Bu dunyo faqatgina mataul g'urur, insonni oldiadigan matohlardan boshqa narsa emas. Boshqa oyatda: "Va ma hayatud dunya illa lahvun va la'ib." Bu dunyo o'yin kulgu, maza bemazagarchilik. "Va mal hayatud dunya fil oxirati illa qalil." Bu dunyo hayoti oxiratga borganda ozgina narsaga aylanib qoladi. Bir rolik ko'rdim. Bir odam qo'lida arqon ushlab turibdi, bir 15 metr cho'zilgan, boshiga izolent o'rab qo'yibdi 1 santimetrga. Endi tasavvur qilinglar, deyapti. Mana shu arqon, deyapti, cheki yo'q deydi. Mana bu 1 santimetr izolent o'ralgan joyi dunyo hayoti, deyapti. Oxiratda tasavvur qilishinglar uchun shu narsaga deydi fikr qilinglar, deydi. Necha million kilometrli ip bo'lsa, u yog'i oxirat hayoti, boshidagi 1 santimetr izolentasi dunyo hayoti, deyapti. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti: "Va mal hayatud dunya fil oxirati illa qalil." Bu dunyo hayoti oxiratda oldin ozgina bo'lib qoladi.
ming yillab yashagan kofirlarga qiyomatga borganda, do'zaxda kuyayotganda qancha kun dunyoda turdinglar? Dunyoda qancha turdinglar desa, bir kun yo yarim kun. Fasalil addin yozib turgan farishtalaringdan so'ra deydi. Demak, mana shu vaqtincha ozgina bo'lgan hayotda siz bilan biz atrofimizda bo'layotgan ishlardan norozi bo'lib jazavaga tushamiz. Hayotni boricha qabul qilishlikka e'tibor bermaymiz. Hammani o'zimiz xohlagandek, bizga yoqadigan bo'lishini xohlaymiz. Bugungi mavzuyimiz hayotni boricha qabul qil. Fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Oxiratga borganda bu dunyoni matohi juda ham ozgina narsa bo'lib qoladi. Ozgina sabr qilaylik, tugaydi. Bu dunyo qanaqa joy? Qiyinchilik, mashaqqatlarning koni, g'am tashvishlarning makoni, lazzatlarni ketkizuvchi o'rin, tinimsiz tuslanib turadigan, ko'ngilsizlarga to'la, yo'li mashaqqatli bo'lgan bu dunyoki, sen bilan men birodar mana shu dunyoni g'am tashvishidan siqilib bo'g'ilib yuribmiz. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Hayotning mashaqqatlariga qayg'urma. Zero u shunday yaratilgan. Bu hayotning asli mashaqqat, charchoq, shodlik vaqtincha, xursandchilik noyob. Alloh azza va jalla o'zining do'stlariga bu dunyoda doimiy huzur halovat bo'lishini xohlamadi. Ha, mo'min odamga ham dunyoda yengilchilik, xursandchilik, quvonch bor. Lekin bu doimiy bo'lmaydi-da. Agar bu dunyo azob, uqubat hovlisi bo'lmaganida edi, bu dunyoda g'am, dard, og'riqlar bo'lmas edi. Payg'ambarlar bu dunyoda hech qanaqa mashaqqat chekishmagan bo'lar edi. Payg'ambarlar nochor hayot kechirmagan bo'lar edi. Odam alayhissalom yerga tushgan kunidan boshlab qancha yil umr ko'rgan bo'lsa, mehnat, mashaqqat bilan o'tdi. Nuh alayhissalom qavmidan faqat ozor, aziyat, masxaralar, yolg'onchilarga chiqarilishlik. E'tibor beringlar, bu Allohning do'stlari. Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirishdi. O'g'lini so'yishlik uchun yerga yotkizdi. Yoqub alayhissalom o'g'lidan ajrab, ikkala ko'zi yig'lab ko'r bo'ldi. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlandi. Keyin qamoqqa tushdi tuhmatlarga qolib. Zakariya alayhissalomni qatl qilishdi. Yahyo alayhissalomni boshini olishdi. Qo'yingki, Allohning valiylariga shunaqa hayot bo'lgandan keyin siz bilan biz bu dunyoda nimani kutishligimiz kerak? Hayotni qarasangiz, birodar, xotinmi, farzandmi, do'stmi, uymi, mahallami, qo'shnimi, mansabmi borki, albatta shularning ichida seni ko'nglingga yoqmaydigan narsa bor. Ko'chang keng, asfalt chataq. Asfalt tekis, mashinalar tez yurib beryapti. Qarang-da, bir narsa bor-da, mashinang chiroyli, rasxoti ko'p. Mashinang rasxoti oz, lekin taqir-tuqur. Ya'ni albatta nimadir bor, sizni ko'nglingizni nima qiladigan, g'ijil qiladigan. Xullas, tabiini qiladigan narsa albatta topilib turadi. Bu dunyoni, birodarlar, yomonliklarining olovi bor. Yana bu dunyoni yaxshilik yomg'irlari ham bor. Ana shu yaxshilik yomg'irlari bilan yomonlik olovlarini sovutib o'chirib olgan. Shunda najot topasan. Yomoniga qaraversang, siqilib bo'g'ilaverasan. Yaxshisini ham ko'rishni o'rgan. Hayotni boricha qabul qil. Ob-havo aynasa nima qilasiz? Siqilib bo'g'ilasizmi? Chiqasiz, ob-havoga qaraysiz, issiq kiyimingizni kiyasiz, zontingizni ko'tarasiz, indamay chiqib ketaverasiz. Mana shu ob-havoni boricha qabul qilish. Nimaga u haqida siqilib bo'g'ilmaysiz? Chunki o'zgartira olmaysizda. Xuddi shunga o'xshagandek, hayotda birodar, siz o'zgartira olmaydigan, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan narsalar bor. Ularni boricha qabul qilishni o'rganing. Do'stingiz qaysar, xotiningiz ivirsiganroq, farzandingiz bir fe'li bor. Nima qilasiz endi shunaqa qilib yaratib qo'ygan ekan? Umringizni oxirigacha kurashib o'tasizmi yo ko'nikib qo'yasizmi? Atrofingizdagi odamlar, ularni ham boricha qabul qilishni o'rganing, birodar. 10 ta ulpating bo'lsa, 10 ta ulpatingda bittadan sifat bor, yoqmaydigan. Onasi sergap, monasi injiq, mana chapilla ovqat yeydi, mana cho'rlati suv ichadi. Mana polpis, mana ro'dopa, mana hech qachon ustiga qaramaydi. Borda, masalan. Endi o'zing avliyomisanki, o'zing 100%misanki, boshqalardan kutasan. Atrofingdagi odamlarni ham boricha qabul qil, birodar.
Birinchisini u fe'li yoqmasa, ikkinchisini bunisi yoqmaydi. Nima qila olasan? Shularni ichida yashashing kerakmi? Demak, ko'nik odatlan. Alloh bularni mana shunday yaratgan. Alloh taolodan atrofingni tuzatib berishini so'raverma hadeb. Sen o'rniga o'zingni tuzatishingga Alloh quvvat berishini, sabr berishini so'ra. Mana shu duoing ijobat bo'lishiga yaqinroq. Harakat qilding. Oshnangni, bolangni, xotiningni, birodaringni bir yaxshi tomonga tuzatishlikka. Harakat qilding, sabablarni qilding, tuzata olmading. Harakating foyda bermadi. Endi boricha qabul qilib o'zingni tuzat. Modomiki shu atrofimizdagi odamlarning holati Alloh norozi bo'ladigan holat emasmi? Murosa qilamiz. Ichar ekan jo'ralarim, endi bular bilan murosa qilishim kerak ekan emas. Qimor o'ynashadi, o'tirar ekan, o'tirishim kerak ekan, ko'nikishim kerak ekan emas. Harom bo'lmaydigan o'rinda ular bilan murosa qilamiz, boricha qabul qilamiz. Ammo gunoh, ma'siyat bo'ladigan bo'lsa, birodarlar, tark qilishimiz kerak unaqa joyda. Domla aytgan, boricha qabul qil degan. Meni xotinim shunaqa benamoz. Mashg'i ishton yuradi, bor, yo'q. Biz qayerda murosa qil deyapmiz? Qayerda boricha qabul qil deyapmiz? Alloh harom qilmaydigan o'rinlarda murosa qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo bu dunyoni bir-biriga zid bo'lgan narsalarni jamlovchi bo'lishini xohladi. Nima degani bu? Yaxshilik bilan yomonlik birga, issiq bilan sovuq birga, buzish bilan isloh qilish birga, xayriyat bilan fasod birga, xursandchilik bilan qayg'u birga. Shunaqa bo'ladi. Boricha qabul qil, birodar. Bu Allohning xohishi. Keyin bu hayot tugagandan keyin yaxshiliklar ajrab jannatga kiradi, yomonliklar ajrab do'zaxga kiradi. Hayotni boricha qabul qil, birodar. Sen o'zgartira olmaydigan narsalarga siqilib umringni boy berib qo'yma. Sen o'zgartira olmaydigan ishlar bor. Bular haqida siqiladigan bo'lsang, umringni boy berasan. Umr esa juda ham qisqa. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'a deganlar Rasululloh. Bu dunyo 1 soatlik umrga o'xshaydi. 1 soat. Ana shu 1 soatni ibodatga aylantir. Shuning uchun atrofingga qarada ajratib ol. Sen o'zgartira oladigan narsalar bor, sen o'zgartira olmaydigan narsalar bor. Agar shularning farqiga borib olsang, nimaga beparvo bo'lish kerak, nimaga e'tibor qilish kerak bilib olasan. Shunda duo qilasan. Ey Parvardigorim, men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr ber. Ko'nikishimga kuch ber. Ammo men o'zgartira oladigan ishlarimda menga kuch-quvvat ber. Endi mana shu ikkalasini farqlab olgani bilim ber. Tushundinglarmi? Men o'zgartira oladigan ishlarda kuch-quvvat ber. Men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr qanoat ber. Endi shu ikkalasini farqiga borib olish uchun menga ma'rifat ber. Yaxshi duo ekanmi? Hayotni boricha qabul qil. Gohida o'zimizni injiqligimiz, fe'limizni torligi tufayli atrofimizdagi narsalarga ko'nishga qiylanamiz. O'zi aslida ko'nishsa bo'ladi, shungacha o'lib qolmaymiz. To'g'rimi? Istenda o'zingizda nimaga injiqligingiz bor? Uyingizda. Ha, domla qasinasini aytay. Mana chidab yuribman shu xotinda xotin qilib. Ha, o'shuning uchun oilangiz oila. Sizni otangiz, enangiz yashagan bo'lsa 50 yil, 60 yil birga, ular bir-biriga chidagan, bir-biriga ko'zini yumgan, shuning uchun oila qilgan. O'zi o'lib qolmaymiz. Shuning uchun o'zimizni tuzatishni xohlamaganligimiz uchun atrofimizni tuzatib ber deb so'raymiz Allohdan. Aslida birodarlar, o'sha sizni ko'nglingizga yoqmayotgan ayrim holatlar siz o'zingizni tuzatib olishligingiz uchun berilmadimikin sizga? Savol tushundinglarmi? Sizni ko'nglingizga yoqmayotgan, siz ko'nika olmayotgan ayrim ishlar, muboh ishlar. Siz shu injiqligingizni tuzatib olsin deb turib Alloh taolo dori qilib bermadimikin? Hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunya mal'unatun." Dunyo la'natlangandir. Mal'unun ma fiha. Dunyodagi narsalar ham la'natlangan, mal'un. Faqat Allohning zikri, unga yaqin bo'lgan narsalar mustasno. Yana olim mustasno, mutaallim ham mustasno. Dunyoda bandani Allohdan uzoqlashtirib qo'yadigan narsalar ko'p. Dunyo o'zi Allohdan bandalarni uzoqlashtirib qo'yadi. Shuning uchun la'nati deyapti. Shuning uchun mal'un deyilyapti. Sizni Allohdan nima to'ssa shu narsa mal'un hisoblanadi, ehtiyot bo'ling.
Faqat Allohning roziligi uchun bo'ladigan ishlar bundan mustasno. Ilm mustasno, talab ilm mustasno, amr ma'ruf mustasno, nahiy munkar mustasno, Allohning zikri mustasno. Sizni Allohdan uzoq qilayotgan, Allohdan chalg'itayotgan narsa bor, bu mal'un hisoblanadi. Shuning uchun birodar, hayotni boricha qabul qil. Hayollarga berilma, orzular dunyosida yashama. Shu dunyoda yashashga o'zingni ko'ndir. Issiq sovuqqa chidashga o'rgat. Bu dunyoda doimo vafodor do'st topilavermaydi. Doim ko'ngli yoqadigan ish topilavermaydi. Chunki bekamni ko'z mukammal bo'lish bu dunyoda sifat emas, birodarlar. Bir kam dunyo. U mukammallik naryoqda bo'ladi. Ideallik naryoqda bo'ladi, jannatda bo'ladi. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaysanmi? Boricha qabul qilib qo'y. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, "Va ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin." Garchi siz deydi, ey Muhammad alayhisalom, juda ham qattiq xolasangiz ham odamlarning ko'pi mo'min bo'lmaydi. Boricha qabul qilavering. Siz da'vat qiling, Alloh hidoyat nasib qilganlar hidoyatga keladi, qolgani ketaveradi. Birodarlar, Alloh taolo Odam alayhisalomga nima dedi? Farzandlaringdan do'zax haqini ajratib qo'y dedi. Parvardigor, meni farzandlarimdan, odam zurriyotidan do'zax haqqi nima? Deganida, 1000 ta farzandingdan 999 tasi do'zaxga tushadi, bittasi jannatga kiradi dedi. Va ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin. Ey Muhammad alayhisalom, har qancha haris bo'lmang, odamlarda ko'pi musulmon bo'lmaydi deyapti. Muhammad alayhisalom da'vat qilsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun Muhammad alayhisalomga Alloh shunday taskin beradi. Boricha qabul qilib qo'ying. Demak, odamlarda bori shu. Nima qilasiz endi? Shuncha narsani aytsam ham, shuncha tushuntirsam ham, yana shuni aql deylarmi? Chiqib ketaverasizlarmi 8 rakatda demaymiz. Domlalarga tavsiyada birinchi, birodar, agar sen Buxoriy bo'lib masala qilganda ham 10 rakatda chiqib ketadi. Agar sen Abu Hanifa bo'lganda ham chiqib ketadigan chiqib ketaveradi. Hayotni boricha qabul qil. O'zgartirish qo'lingdan keladigan narsaga harakat qil, bo'lmadimi, bo'pti, bori shu ekan deb qo'yib ketaver. Ma'qulmi? Odamlarni boricha qabul qil. Urinib ko'rding tarbiyalashga, har qancha bo'lsa kechirib ko'rding, imkon boricha berding hamma sharoitni, baribir o'zgarmadimi? Tamom. Demak, bu odamni yetib kelgan joyi shu ekan. Bo'lgani shu ekanda joning tinadi. Endi shunga yarasha muomala qilaversan. Ko'p ham suyanavermaysan, ko'p ham bir vazifani beravermaysan, shu bori shu ekan. Nima qilamiz endi? Bo'lgani shu ekanda. Qiymati shu ekan. Ulamolar aytadi, insonning qiymati, qadri uning himmati va xohishiga qarab belgilanadi. Hakimlardan biri aytadi, menga kishining maqsadi nima ekanini ayting, men sizga uni kimligini aytib beraman. Chumchuq bo'lib yaralgan qush burgutdaqa parvoz qila olmaydi. Sudralish uchun yaralgan jonivor parvozga yaramaydi. Bu dunyoda birodar mukammal xotin yo'q. Doim xotinning bitta sifati senga yoqmay turadi. Hadis sharifda aytiladi. Rasululloh aytadilar: "La yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha xulqan radiya minha akhar." Mo'min kishi o'zining mo'mina ayoliga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lar. Ha, ovqat shirin qilmaydi, lekin tili jag'i yo'q. O'sha narsadan xursand bo'lib ketavering. Yoki tili jag'i zahar, ammo choqqon, uyni pazanda tutadi. Borda, to'g'rimi? Bitta yoqmaydigan sifati bormi? Yaxshi sifatiga qarab turib, uni ko'zingizni yumib qo'yavering. Chunki u xotin ham sizni xuddi shunaqa muomala qilyapti sizga. Birodar, hayotni boricha qabul qil. Qaytarib aytyapmiz. Sen harakat qilding o'zgartirishga, bo'lmadimi? Endi buni boricha qabul qilib qo'yar. Modomiki shu ish nima bo'lmasa, gunoh bo'lmasa. Payg'ambarimizga ovqat olib kelib berishdi. Rasululloh oldilar, kimdan dedi? Payg'ambarimiz kimdan bu dedilar? Falonchi ayolingizdan deyishdi. Bugun payg'ambarimiz Oysha onamiz bilan bo'ladigan kecha edi. Shunda Oysha onamiz rashq kelib, Rasulullohning qo'lidagi ovqatni sahobalar ko'rib turgan joyda bir urib yerga tushirib yubordi. Siz nima qilar edingiz? Muhammad alayhisalom nima qildilar? Ayolini tabiatini bilganligidan, ayol kishi bo'lganligidan yerdagi siniqda olib terib, ona yerlarda rashq kelib ketdi-da, g'ayirligiga kelib ketdi-da deb qo'ydilar, kechirib qo'ydilar.
boricha qabul qilishni misoli shu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Oysha onamiz o'rtasida ozgina bir muomala bo'lib qoldi. Abu Bakr Siddiq keldi hal qilgani. Ham qaynatasi, ham eng sahobasi, yaqin sahobasi, ham eng yaqin sahobasi. Shunda payg'ambarimiz Oysha onamizga qarab turib, Muhammad alayhisalom, siz gapirasizmi yo men gapiraymi bo'lgan ishda? Deganida Oysha onamiz, siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring dedi. Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lmasdan avval ham sodiqul amin bo'lganlar. As-sodiqul amin bo'lganlar. Mana endi ayol kishini bo'lgani shu ekanda, boricha qabul qilasiz. Lekin payg'ambarimiz duo qilganlar, alhamdulillah, Alloh taolo meni Oyshaning muhabbati bilan rizqlantirdi deganlar. Bugun bor zo'r gapirasizlar xotinlarga. Ishonaveringlar, chunki mu'minga nasihat foyda qiladi. Fa inna zikra tanfaul mu'minin. Eslatma berish mu'minlarga foyda qiladi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolini boricha qabul qildilar. Shunday qilsak, birodarlar, oilalarimiz buzilmaydi. Kechirishni o'rganaylik. Uylanadiganlar, oilasida muammo bo'layotganlar, xotini bilan urushib kelganlar bordir ehtimol ishimizda. Mana shu ko'z yumasiz, kechirasiz, boricha qabul qilasiz, hayot oila turadi. Kimi uydan o'tmagan janjal, kimi uydan o'tmagan. Shunday ekan, birodarlar, to'g'rilaymiz, kechiramiz, moslashamiz, oliyjanob bo'lamiz. Biz kimni o'zgartirishimiz oson? O'zimizni yo boshqalarnimi? Nimani o'zgartirishimiz oson? Boshqalarnimi yo dunyo qarashimizmi? Ko'nglimiz yoqmaydigan bitta ish bo'ldi. Xo'p, savol. Biz buni o'zgartira olamizmi? Yo'q. Demak, siqilish kerak, yo'q. Voqelikni boricha qabul qilamiz. Yengil tarafini olamiz, qiyinini tashlaymiz. Ancha-muncha kamchilikdan ko'zimizni yumamiz. Xato kamchiliklarda avf qilamiz. Ba'zi narsalarga ko'zimizni yumib parvo qilmay qo'yamiz. Bo'pti endi, hech narsa emas. Mana shu eng to'g'ri yo'l, birodar. Sen o'zing mukammalmisanki, atrofdagilardan mukammallikni talab qilgani. Sen nimalarni o'zgartira olmaysan, birodar? O'ylanib ko'r. Ob-havoni o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Odamlarning fe'lini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Odamlarning tabiatini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Alloh taoloning bu koinotga qo'ygan sunnatlarni o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaydigan narsalaringga siqilib umringni boy berib qo'yma. Ularni boricha qabul qilda, oldinga intilaver. Chunki hayot juda ham qisqa. Agar birodar sen bilan men ham ustimizga kelayotgan qiyin, mashaqqatli kunlarga sabr qilmasak, sabrdan boshqa nima qila olamiz? Bundan boshqa qanaqa yo'l bor? Sabr qilish esa, birodar, aniq bilginki, Alloh taolo bilan birga bo'lsak oson bo'ladi. Alloh taologa bo'lgan iymoning bilan seni sabring komil bo'ladi. Haqiqiy sabr banda bu mo'min banda bo'ladi. Iymoni qancha komil bo'lgan sari kishining sabri ham, sabrligi ham shuncha komil bo'ladi. Astagfirullah. Wasbir va ma sabruka illa billah. Alloh taolo aytadi, sabr toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz. Mana aytdik, Allohga iymoni komil insonni sabri ham komil bo'ladi. Sabr nima edi o'zi? Sabr shikoyat qilmasdan yashashlik. Sabr degani shikoyat qilmaslik. Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik. Alloh bergan kunga qanoat qilishlik. Chunki sizga yoqmayotgan shu kun bundan bettarroq bo'lishi mumkin edi. Mana shu narsani o'ylang, shukr qiling, rozi bo'ling. Inson Alloh bilan birga bo'lar ekan, sabrli bo'lishligi oson bo'ladi. Sabr, birodarlar, insonni baxtga, saodatga olib boradigan muhim sabablardan bittasi. Sababga birodarlar har kuni muhtojmiz. Har lahzada muhtojmiz. Eng katta sabr Allohning sabri. Eng katta sabrni Alloh taolo qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, hech bir kishi eshitgan musibatiga Allohdan ko'ra sabrliroq emas. Kofirlar Allohning xotini bor deyishdi. Bolasi bor deyishdi. Allohni haqorat qilishdi. Alloh sabr qildi bunga. Sabr qildi, ularning rizqlarini qoldirmasdan ato qilaverdi. Demak, birodarlar, sabr qilishlik bu mo'minda topiladigan eng ulug' sifatlardan. Hammamiz bilgan Asr surasi.
Val asr innal insana lafi khusr. Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, asrga qasamki, inson zoti bor, dunyoga kelibdi, ziyonga kiribdi. Qasam bilan aytayapti. Dunyoga kirding, ziyonga kirding. Faqatgina 4 ta sifat egalari bu ziyondan omonda. Iymon, solih amal, bir-birini haqqa chaqirish va oxirgisi sabr. Chunki siz iymoningiz bo'lsa, solih amalingiz bo'lsa, bir-biringizni haqqa chaqirsangiz-u, ammo mana shu ishlarning yo'lida keladigan mashaqqatga sabr qilmaydigan bo'lsangiz, bu amallar foyda bermay qoladi. Sabr birodar oxirgisi. Buyuklarning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, ularning hayoti xuddi ana shu balo, musibatlar musobaqalashadigan bir maydonga o'xshaydi. Bitta balo, bitta musibat ketmasdan turib ikkinchisi bostirib kelgan. Bular o'zlariga sabrni qalqon qilib olishdi, Allohga bo'lgan ishonch bilan o'zini himoyalashdi. Ulug' insonlarning yo'li shunday edi. Qiyinchiliklarni yengishgan, mushkullarni yerga tashlashgan, shu bilan g'olib bo'lishgan. Astagfirullah. Wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Sizga yetgan balolarga sabr qiling. Albatta mana shu ishlarning maqsadga muvofiqroqidir. Eng ulug' ishlardan bittasi. Ustingga bir qiyinchilik kelsa birodar, musibat kelsa, ishing fasobrun jamil deyish. Yusuf alayhisalomni bo'ri yeb ketdi deb akalari Yaqub alayhisalomga yolg'on xabardor berishdi. Yaqub alayhisalom nima dedi? Fasobrun jamil. Vallohul musta'anu ala ma tasifun. Endi meni ishim chiroyli sabr qilish, sizlar aytayotgan ishda menga Alloh taolo o'zi nima bo'lsin, yordamchi bo'lsin. Endi nima qila oladi? Endi nima qiladi? Sabr qiladi. Sen ham birodar, meni ishim chiroyli sabr deginda ishingni davom etkazaver, sabringda davomiy bo'l. Va yana qaytarib aytamiz, seni sabr toqat qilishliging Allohning yordami bilan bo'ladi. Parvardigor sabr qilishlikka quvvat ber, rozi bo'lishlikka, qanoatli bo'lishlikka o'zing quvvat ber deb Alloh taologa duo qil. Fasobrun jamil vallohul musta'anu ala ma tasifun. Fasbir sobran jamila. Bas chiroyli sabr bilan sabr toqat qiling. Mana endi chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? O'ylab ko'rganmisizlar? Chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? Indamay chizi qo'yib turishmi? Yo odamlarga borib shikoyat qilishmi? Chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? Chiroyli sabr qiyinchilikdan qutulib ketaman deb aniq ishonib sabr qilishing. Bu ishni oxiri albatta yaxshilik bilan tugaydi deb ishonib sabr qilishing. Shu musibatga sabr qilsam, ajrga ega bo'laman deb aniq ishonib sabr qilishing. Shu musibatga sabr qilsam, gunohlarimga kafforat bo'ladi deb aniq ishonib sabr qilishing. Mana shu sabr chiroyli sabr deyiladi. Qiyinchilik birodar har qancha katta bo'lib kelsin, yo'ling qancha torayib ketmasin, baribir g'alaba sabr bilan birga bo'ladi. Sabr bilan birga bo'ladi. Inna ma'al usri yusra. Har bitta mashaqqat bilan birga bir qancha yengillik bo'ladi. Ishing yurishmayapti, bitta mashaqqat, lekin yurting tinch, taning sog', ko'chaga chiqib bemalol yuribsan. Yengillikmi? Tishing og'riyapti. Qolgan a'zolaring sog', qonni qursog'ing to'q, ishing yurib turibdi. Bitta mashaqqatni ko'rib turib boshingga kiyib olmagan. Ozgina sabr qil. Ana shu sabringni quvvatli qiladigan ishlardan bittasi shu yengilchiliklarda borligiga qarashliging. Undan tashqari har qanday amalning savobi qiyomat kunida birodarlar o'lchab beriladi. Masalan, bir vaqt namozni uyda o'qisangiz bitta savob bo'lsa, masjidda o'qisangiz 27 barobar savob. Bir so'm ihson qilsangiz, Alloh taolo 10 barobar qilib qabul qiladi yoki 700 barobar qilib savobni ko'paytirib beradi. Hamma amalning beriladigan savobining hisobi bor. Faqatgina sabrning hisobi yo'q. Demak, bu juda ham bir ulug' amal. Astagfirullah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Albatta sabr toqat qilguvchilarga ajr mukofotlari qiyomat kunida hisob kitobsiz to'la to'kis qilib beriladi. Hisoblanmasdan beriladi. Qaysi amalning savobi? Sabrni. Rozi bo'lish,
savob umid qilish, chiqib ketaman, gunohlarimga kaforat, bundan keyin albatta yaxshilik bor deb aniq ishonib turib sabr qilish. Mana shu chiroyli sabr bo'ladi. Vado Asahmi aytadi, xorlanayotgan bo'lsang ham musibatlarga sabr qil. Ko'pincha ustingdagi musibatning foydasi seni xursand qiladigan ishlardan ham oliyroq. Musibatga sabr qilding, o'tib ketsa xursand qiladi seni, tugasan. Lekin musibat ketgandan keyin uni orqasidan qanaqa katta foyda kelishligini sen bilmaysan. Ko'pincha ustingdagi musibatning foydasi seni xursand qiladigan ishlardan ham oliyroq. Chunki ko'pigini ostida oppoq shirin sut bo'ladi. Seni ko'zingga ko'pik ko'rinyapti, lekin tagida nima bor? Suti bor. Shuning uchun ustingga kelgan musibatni bilginki, Alloh taolo seni sinash uchun berdi. Sabr qil, rozi bo'l, shukr keltir, tagidagi sutiga qo'ling yetadi. Inshaalloh. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadiki, sabr bilan go'zal hayotga yetdik. Sabr bilan go'zal hayotga yetdik. Mana yosh kattalarni qaranglar-da, hammasi mana shu etapdan o'tgan. Oilasida muammo bo'lgan, sabr qildi. Xotinidan bir fe'llari, qaysidir fe'llari yoqmagan xotinini sabr qildi. Bo'ldi qo'lida, bo'lmadi qo'lida, yetishmovchilik bo'ldi, sabr qildi, bo'ldi. Kim sabr qilsa erishadi yaxshilikka. Musibat paytida ahli sunna odamining 3 ta yo'li bor. Birinchisi sabr, ikkinchisi duo, uchinchisi kengchilikni kutishlik. Sabr qilasiz, duo qilasiz va aniq ishonasiz, Parvardigor menga yengillik beradi deb. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodi yo'li shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim sabr qilsa, Alloh unga sokinlikni beradi. Xotirjamlikni beradi. Sabrsizlik va tushkunlikka tushishdan ko'ra sabr qilish yaxshi-da. Yo tushkunlikka tushasiz, sabrsizlik qilib, yoki sabr qilasiz. Endi ixtiyoringiz bilan sabr qilganingiz yaxshiroq-da, majbur sabr qilganingizdan ko'ra. Pulingizdan ayrildingiz, musibat. Farzandingizdan ayrildingiz, musibat. Sizga yoqmaydigan bir musibat keldi. Endi siz rozi bo'lib sabr qilsangiz ham ko'nikib ketasiz bu ishga. Jazavaga tushsangiz ham 3-4 kun o'tgandan keyin ko'nikib ketasiz. Ixtiyoringiz bilan sabr qilganingiz qada-yu, majbur bo'lib sabr qilganingiz qada. O'tib ketgan ulug' insonlarni hayotini o'qib, ularda sabr toqatlarini ko'rib turib inson hayratga tushasan. Ularni boshiga tushgan musibatlar shuga bir katta bo'ldi, lekin ular bu musibatlarni xuddi o'zini boshiga tushgan bir tomchi suvda qabul qilishdi. Ularning sabotlari tog'dek edi. Birodarlar, hammaga ma'lum bo'lgan haqiqat. Faqat o'sha musibat kelgan paytda buni esdan chiqarib qo'yamiz. Mashaqqat ozgina vaqt davom etadi, xolos. Mashaqqat ozgina davom etadi, xolos. Lekin o'sha mashaqqat kelgan paytda shu hikmat esimizdan chiqib qoladi. Ma'qulmi? Shuni eslataylik o'zimizga. O'tib ketadi bunisi ham. Bunisi ham o'tib ketadi. Keyin esa yuzingda xursandchilik nurlari, g'alaba quvonchi, yutuq belgilar balqib turadi. Faqat sabr qil, sabr qil. Ana shu ulug'larimiz hayotini qarasangiz, boshiga bir musibat kelganda, bu balolar qachon ustimizdan ko'tarilar ekan deb yotib olishmagan. Uyga kirib o'tira olmagan. Ana shu mashaqqatlarga qarshi sabr bilan turib kurashgan, osonlikcha bo'yniga yegib qo'ymagan. Sabr birodarlar, yengilliklarni ochadigan kalit. Sabr yengilliklarni ochadigan kalit. Kim sabr qilsa, qadr topadi. Sabrning mukofoti nima? Muvaffaqiyatga erishishlik. Balo o'z yechimi bilan keladi. Agar sabr qilinsa. Balo o'zini yechimi bilan keladi agar sabr qilinadigan bo'lsa. Donishmandlar aytadi, bitta yomonlik ortidan ko'plar yaxshiliklar bor. Abu Ubayda aytadi, bilginki, senga musibat yetib turgan chog'da senga yetishi mumkin bo'lgan bundan ham kattaroq musibat bor edi. Ustingda bitta musibat turibdimi? Bundan kattaroq musibat kelishi ham mumkin edi. Ana shulardan omonda qolganingni o'ylab shukr qil. Senga ketgan narsani yengil sana. Ha, bo'pti, nima deydi? Motorni suv berib yubordi. Musibatmi? Musibat. Yumalab ketmading-ku jarga qarab mashinang bilan. Mumkinmi shu ham? Mumkin. Ha, baloni otilib ketdi.
to'xtaguncha chaynab tashladi. Almashtirish kerak. Mashina yumalab ketmadimi? Shuning uchun bir musibat kelgan paytda bundan bettaroq bo'lishi mumkin edi, bundan kattaroq narsa bo'lishi mumkin edi deganda, shu musibatni ustidan foydalanasan sen. Anushirvonni bir hikmatli gapi bor ekan, juda ham bir ibratlanadigan. Quloq solinglar-da. Anushirvon aytadi: Dunyoning ishlari hammasi ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'linadi. Birinchisi yechimi bor ishlar, ikkinchisi yechimi yo'q ishlar. Yechimi bor ishlar, uni davosi jiddiy jahd bilan harakat qilish. Endi yechimi yo'q ishlar, uni shifosi sabr qilish. Nima qilasiz endi shu ekan endi bor endi. Qilyapsiz, harakat qilyapsiz, bo'lmayapti, nima qilasiz endi? Nima qilasiz endi? Bolangiz mashina minib stolbaga uribdi. Kalitni olib qo'yish kerak edi. Uribdi, endi nima qilasiz? Bolani urasiz. Nima qilasiz endi? Dollar o'ynab ketdi. Sotib olish kerak edi 100 so'm bo'lganida. Mana endi qancha bo'ldi? Bobo oldi, endi joyiga nima qiladi? Demak, shuni Alloh xohlagan ekan, bo'ldi. Tugadi. Demak, dunyodagi ishlar ikkiga bo'linyapti, birodarlar. Yechimi bor ishlar, yechimi yo'q ishlar. Yechimi bor ishlarni qo'lingizdan kelsa jiddiy jahd bilan harakat qilasiz. Endi yechimi yo'q ishlarga yechim nima ekan? Sabr ekan. Shu formula yetadi bugun bizgachi. Mana hozir siz yuragingiz siqayotgan ishlar bor edi. Kallangizni g'amga solib turgan narsalar. Buni endi ajratib oling endi. Qaysinisi bu? Hakimlar aytadi, yechimi yo'q mushkullarning yechimi sabr. Yechimi yo'q mushkullarning yechimi sabr. Kim sabrni lozim tutsa, albatta yutuqqa erishadi. Ishoq Obid aytadi, Alloh taolo bir bandasini og'ir musibatlardan saqlash uchun gohida uni yengil musibatlar bilan imtihon qiladi. Katta balodan saqlashlik uchun Alloh taolo kichkinasini beradi. Demak, yengil bo'lgan mana shu musibat aslida ne'mat ekan. Kim bir musibatga sabr qilib, bu muammodagi Allohning tadbiridan rozi bo'lsa, unga musibat orqasidagi yashirin foydalar ochiladi. Buzurgi mehr aytadi, sabr qilib najotni kutish havas qilarli maqomlarga olib boradi. Sabr qilib najotni kutish odamlar havas qiladigan maqomga olib boradi. Jannatiylar jannatga kirganida ularga aytiladi. Astagfirullah, salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli sizlarga mana shu jannatda tinchlik, osoyishtalik bo'lgan. Nima uchun? Nima qilgani uchun? Sabr qilganligi uchun. Alloh taolo Qur'onda Ol Imron surasida aytadi, astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu isbiru va sobiru va robitu vattaqulloha la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, sabr qilinglar va sabri toqat qilishda ustun bo'linglar. Hamda doim hozir bo'lib turinglar. Allohdan qo'rqinglar, shunda shoyat najot topsanglar. Najot topishlikka shart qilinayotganda birodarlar, sabr toqat birinchi navbatda aytilyapti. Sabr toqat qilganga najot bor ikki dunyoda. Birodar, sabr qil, albatta najotga erishasan. Bu Allohning va'dasi. Chiroyli sabr qilishlik insonni saodatga olib boradi. Chiroyli sabr qilish qanaqa bo'ladi? Qiyinchilikdan qutulishga aniq ishonib sabr qilishing. Ishingni oxiri yaxshiligi bilan tugashiga aniq ishonib sabr qilishing. Musibatga sabr qilsam, aniq ajriga ega bo'laman deb ishonib sabr qilishing. Gunohlarga kafforat bo'ladi deb aniq ishonib sabr qilishing chiroyli sabr bo'ladi. Fasobrun jamil. Biz ishimiz chiroyli sabr qilishlik. Saodatning 24-sababi go'zal sabr. Aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.